5 yillarcha avval do'stlarim va men maktab binosi tomiga tirab qo'ygan Narvonni ko'rganimizdan keyin tunda u yerga chiqish haqida gaplashayotgandik. Biz bir-birimizni chiqib ko'ndirardik, lekin hech kim bunga rozi bo'lmasdi. Keyin kimdir meni ko'rsatdi va men roziman. Meni shu yerda kechqurungi 10 da kutinglar dedim. Hamma hayratlandi. Lekin haqiqatda men o'sha paytgacha Narvon bu yerda bo'lmasligini, shuning uchun chiqishga majbur bo'lmasligimni umid qilayotgandim. Aslida men bu ishni qilmoqchi emasdim. Soat kechki 9:45lar edi va men oynadan oshib maktab tomonga yura boshladim. Yo'l bo'yi Narvon u yerda emas deb umid qildim. Lekin do'stlarimdan birlari meni kutib turgandi va Narvon ham xuddi o'sha yerda turgandi. Do'stlarimdan biri miyig'ida kulib menga qarab dediki, "U yerda kamida 5 minut turishing kerak, og'ayni. Bo'lmasa nima qilarding bu yoqqa kelib?" Chuqur nafas olib roziligimni aytdim. Men qo'lga tushishni xohlamasdim, lekin bizga nimadir bo'lishini umid qilib asta yura boshladim. Atrofimizdagi muhit juda ham sukunatda edi. Narvonga yetib bordim va unga asta qadam qo'ydim. Avvaliga u binoga yaxshi joylanmagani uchun qimirlay boshladi. Men esa chuqur nafas olib, yana unga chiqishda davom etdim. Qancha balandga chiqqanim sari Narvon shunchalik qimirlay boshladi. Xavotirda edim. Lekin nima bo'lsa ham tomga chiqib oldim. Tomda o'tirdim va do'stlarim tekshirish uchun pastga qaraganimda ularning birortasini ham hech qayerda ko'rmadim. Men o'zimda emasdim va ularni baqirib chaqirdim. Keyin baland ovozni eshitib qoldim va tom uchiga yaqinlasha boshladim. Narvon qulab tushgandi. Men atrofga qaradim va aytdim: "Hey do'stlar, u hech ham qiziqarli emas. Qayerdasizlar?" Ovozim qorong'uda uzoqqacha eshitildi. Tun juda ham sovuq edi va men yana xavotirlana boshladim. Maktab unchalik baland emasdi, lekin binoning tomi bilan yergacha ancha uzoq edi. Men so'nggi bora ular o'zlarini ko'rsatar deb ko'chaga qaray boshladim. Keyin bir narsani ko'rib qoldim. O'sha qizil ko'zlar taxminan 100 fut naridan menga qarab turardi. Men qotib qolgandim. U endi nimasi bo'ldi? U tishlarini ko'rsatib asta kuldi va to'satdan ko'cha chiroqlari o'chib qoldi. Hamma narsa qop-qora edi. Men tush ko'ryapmanmi yoki yo'q bilmasdim. Keyin chiroq yana yondi va men o'sha mavjudotni boshqa ustun ortida turganini ko'rdim. U menga yaqinroqda edi. Qachonki chiroq o'chib, yana yonganida u yanada yaqinlashardi. U oxirgi ustunga yetganda men juda ham qattiq qaltirayotgandim. Orqa tomonga yurishga harakat qildim, lekin sal qolsa tomdan yiqilib tushay dedim. Lekin o'zimni tutib qola oldim. Hamma yerni qarab chiqdim, lekin o'sha mavjudot ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Keyin men buni shunchaki qo'rqinchli tush deb o'yladim, lekin adashgandim. Men kimdir menga qarab turganini sezardim. Men astagina boshimni burdim va u ortimda turardi. O'sha narsa menga qarab turardi. U kamida 10 fut uzunlikda edi. Qonga to'la ko'zlari va men ko'rgan eng yovuz tabassumi bor edi. Baqirishga harakat qildim, lekin biror tovush chiqqani yo'q. U menga qarab irilladi va men tomonga yura boshladi. O'ylashimcha, bunday vaziyatda boshqa ilojim yo'q. Men baland bo'lsa maktab binosi tomondan sakradim. Yerga yiqilganimda boshni juda ham qattiq urib oldim. Lekin bunga qaramay oyoqqa turdim va juda ham qo'rqqanimdan uyimga qarab kuchim boricha yugurib ketdim. Yugurib borar ekanman, ortimga qaradim. Keyin uni o'sha binoning derazasi oldida turganini ko'rdim. Hali ham menga qarab turardi. Men o'zimning uyimga qochib borar ekanman, uning qonxo'r ko'zlarini hech ham unuta olmasdim. Uyga yetib borishim bilan ichkariga yugurib kirdim. Albatta, ota-onam qoq yarim tunda nimaga ko'chadaligim uchun meni urishdi, tanbeh berishdi. Lekin men ularning birorta ham gapini eshitmasdim, chunki juda ham qo'rqardim. Shuning uchun shunchaki kechirim so'radim va xonamga chiqib ketdim. Qo'rqqanimdan o'zimni tun bo'yi ko'rpam ostiga yashirib yotdim. Lekin eng yomon ertasi kuni ertalab bo'ldi. Ertasi kuni do'stlarimga kecha meni yolg'iz tashlab ketganliklarini aytib, ular bilan urushayotganimda ularning birortasi ham bormaganligini aytdi. Unda biz boryapmiz degan xabar kimdan edi va kechagi bolalar aslida kimlar bo'lgan? Men
Biror nima deya olmasdim.